Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Aktrisa hamda instabloger Feruza Normatovaning oxirgi Instagramga joylashtirgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda yana bir bor shov-shuv ko'tardi. Bu videoda turmush o'rtog'i Olloyor qamoqdan chiqqanini, hozirda esa narigi xonada do'stlari bilan o'tirgani haqida so'z yuritgan aktrisa. Bir qarashda oddiy ko'ringan bu xabar ostidagi kommentariyalarda esa fikrlar yana ikki guruhga bo'linib ketgan. Bir tomon unga baxt, xotirjamlik va sevgi bardavom bo'lishini tilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomon Feruzani yana yolg'on gapirishda ayblamoqda. Ularga ko'ra Olloyor hali hamon qamoqda. Agar chiqqanda ham ozodlikka chiqqan bo'lsa, nega aktrisa isbot o'rnida aniq bir dalil ko'rsatmagan? O'zini baxtli qilib ko'rsatadi. Video orqali daromad oladi. Har doim mish-mish ustidan chiqadi degan izohlar ayniqsa ko'paydi. Feruza Normatovaning bu videodan biroz oldin Xorazm haqidagi chiqishi ham muhokamani avj oldirgan edi. Unga ko'ra Xorazm unga juda yoqqan va yana qaytishi haqida gapirgan. Shu gaplardan so'ng esa obunachilar orasida savollar yanada ortdi. Kelinlik xonadonichi, u yerda unga qanday muomala qilishmoqda? U kelinlik vazifalarini ado eta olayaptimi? Ba'zi mishmishlarga qaraganda Olloyor umuman boshqa sabab bilan qamalgan degan fikrlar ham aytilib turibdi. Chunki MMA jangchisi bo'lgan inson bitta bolasining alimentini to'lay olmaydi degan gaplar mantiqqa to'g'ri kelmasligi haqida izohlar ham uchramoqda. Shuningdek, aliment sabab qamalgan degan so'zlar ham hali hamon tasdiqlanmagan. Eng qizig'i, Olloyor o'zi hech qanday javob qaytarmayapti. Na rad etish, na tasdiqlash. Shu jimlik esa ommani yanada shubhalantirayotgani turgan gap. U o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifalarida ham hech qanday suratlar yoki videolar joylamay qo'ydi. Bundan tashqari yana bir og'ir mish-mish aylanmoqda. Aslida Olloyorni ushlab turishibdi. Chunki Feruza uning ikkinchi xotinini sifatida turk yigitiga turmushga chiqib ketmasligi uchun mojaroni boshidan olmoqchi bo'lishgan degan taxmin ham yo'q emas. Bu gaplar qanchalik rost, qanchalik yolg'on hozircha noma'lum. Ammo ommani qiziqtirgan savollar javobsiz qolmoqda. Olloyor rostdan qamoqdan chiqdimi yoki barchasi mish-mishmi? Feruza haqiqatni qaysi videoda aytadi? Qadrli muxlislar, fikringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni yodingizdan chiqarmang.